Men davamlıq yoldaşım bilan birga yaqin kelgan vaqtimdalam topshiriq ishiga vaqtladim. Mushu tönki Modangul tarafı Mədidin ziyoda qichishib ketdi Madina xonim. Andan keyin bir kun o'ngishib qoldi. Yana davamlıq yoldaşım bilan yaqin kelgan vaqtimizda mushu tönki o'rni Mədidin ziyoda qichishib ketdi. Buning qizada qanday qilishim kerak deb nurg'unlar masala so'rabsizlar xonim qizlar. Unda bo'lsa bugungi dars topimda mushu to'g'riliq tafsiliy holatda so'zlab beray. Chunki ayollar nurg'un jihatda diqqat qilgan vaqtimizda mushu erlar tarafdan ayollarning juqumni shakvali Mədidin eg'ir bo'lib ketib bordi. Shuningdek, mushtatdan zodi qanday diqqat qilamiz? Unda esa bugungi dars topimdagi erlardan ayollarga yuqish xarakterlik jinsiy yo'lyanligi degan tema to'g'riliq so'zlab berma. Shuningdek, tafsiliy anglab chiqinglar. Agar meningki mushu dars topimda yo'q xonim qizlar bo'lib qolsanglar, cho'qqim meni gonjoq qilinglar. Amaliyotda bu dars topimizning yillik 3980 yillik dars topida men bugun bir mo'cham pul olmay bugun gonjoq qilgan yurak bosgan inka sayoniga bir navbatgan do'stlarimizning yaxshisiga kirib qo'ymay gonjoq qilsiz ayrim qanqa aloqa qilish undar numarani qoldirib qo'ysiz. Yoki bo'lmasa 178 099 99 278 ga undadan qetib olish orqali dars topim kirib olsangiz bo'ldi.